Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan doimiy plyonchalar fibrillyatsiyasida qanday taktik qilish lozimligi haqida gaplashamiz. Demak, doimiy plyonchalar fibrillyatsiyasi bu qachonki bemor ham, vrach ham o'sha taslim bo'ldi, ritmni tiklay olmasligiga qaror qilishdi yoki tiklamaslikka qaror qilishdi va plyonchalar fibrillyatsiyasini doimiy qoldirishga qaror qilishdi. Shunday holat doimiy plyonchalar fibrillyatsiyasi deb ataladi, ya'ni vrach va bemorning o'zaro kelishuvi asosida qo'yiladigan diagnoz. Shunday diagnoz qo'yilgandan keyin endi qanday taktik qilish kerak, shu haqida gaplashamiz. Ushbu mavzudagi barcha ma'lumotlar 2024-yilgi Yevropa kardiologlar jamiyatining plyonchalar fibrillyatsiyasi menejmenti bo'yicha qo'llanmasidan olingan. Va ushbu qo'llanmada mana bu chizma berilgan doimiy plyonchalar fibrillyatsiyasida qanday taktik qilish kerakligi haqida. Ingliz tilini biladiganlar bemalol ushbu chizma asosida to'liq ko'rib chiqishlari mumkin. Hozirgi mavzuimiz shu chizmani to'lig'icha qamrab oladi. Demak, IFCare asosida hamroh kasalliklar va xavf omillarni nazorat qilish va insultning oldini olish. Bu maqsadimiz shunday hisoblanadi. Har qanday plyonchalar fibrillyatsiyasi bor bemorda. Demak, bemorda birinchi bo'lib otish fraksiyasini, ya'ni yurak yetishmovchiligi qay darajada ekanligini baholaymiz. Bu 40% kichikmi yoki yo'qmi? Ikkinchi baholaydigan narsamiz bemorning simptomlari og'ir va yurak yetishmovchilik hisobiga gospitalizatsiyalar ko'p emasmi? Shuni baholashimiz lozim. Agar bemorning simptomlari og'ir va yurak yetishmovchilik hisobiga gospitalizatsiyalar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda atrioventrikulyar tugun ablatsiyasi va CRT implantatsiya qilish tavsiya qilinadi. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Endi nisbatan stabil bemorlar haqida gaplashamiz. Demak, otish fraksiyasi 40% ga teng yoki undan kichik bemorlar. Bunday bemorlarda beta blokatorlar yoki dioksin tanlov preparati hisoblanadi. Bu birinchi sinf tavsiyalarga ko'ra. Doimiy plyonchalar fibrillyatsiyasi bor bemorlarga beta blokator yoki dioksin berdik. Endi ma'lum bir vaqtda bemorni tekshiramiz va qayta baholaymiz. Bemorning simptomlari, shikoyatlari yo'qoldimi yoki hali ham turibdimi? Bunda e'tibor beradigan narsamiz, biz tezlik nazoratini qanday maqsadda qo'ydik? Tinch holatda qonunchilar qisqarishlar soni 110 zarb daqiqadan kam bo'ladigan bo'lsa, bu yumshoq nazorat hisoblanadi. Ya'ni 60 ga 70 ga tushirish shart emas, 110 gacha bo'lsa ham yetarli hisoblanadi. Bu yumshoq nazorat deyiladi. Agar yumshoq nazoratda ham bemorning shikoyatlari davom etadigan bo'lsa, simptomlar davom etadigan bo'lsa, unda qat'iyroq nazorat qilinadi va qonunchilar qisqarishlar soni anchagina pastroqqa tushirilishi mumkin. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Endi beta blokator yoki dioksinni berib, biz shu o'zimiz qo'ygan maqsadga erishdikmi yoki yo'qmi? Agar erishgan bo'lsak, beta blokator yoki dioksinni o'z holida davom ettiring. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Ya'ni hech narsa o'zgartirmang, shundoqcha davom eting. Agarda yo'q, biz bu o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadga erisha olmadik degan taqdirda bunday bemorlarda beta blokatorning dioksin bilan kombinatsiyasini qo'llashimiz mumkin. Faqatgina bradikardiyadan saqlanishimiz lozim. Ya'ni ikkita dori ham bradikardiya chaqirishi mumkin bemorda. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Endi otish fraksiyasi 40% dan yuqori bo'lgan bemorlar. Bunday bemorlarda beta blokatorlar, dioksin, verapamil yoki diltiazem qo'llashimiz mumkin. Bu birinchi sinf tavsiya. Bu dorilarning bittasini berganimizdan keyin bemorni qayta tekshiramiz va qayta baholaymiz ma'lum bir vaqtdan so'ng. Baholaganimizda shu bundan oldingi kabi tinchlik nazorati maqsadiga erishdikmi yoki yo'qmi? Shuni baholashimiz lozim. Agar biz maqsadimizga erishgan bo'lsak, aynan shu beta blokator, dioksin, diltiazem yoki verapamilni shundoqcha davom ettirishimiz lozim. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Agarda yo'q, maqsadimizga erisha olmadik deydigan bo'lsak, beta blokatorning dioksin bilan yoki verapamil diltiazemning dioksin bilan kombinatsiyasidan foydalanishimiz mumkin. Faqatgina bunda bradikardiyadan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Endi shu ikkita yo'ldan keldi, ikkita yo'ldan kelgandan keyin birlashtiriladi bu yerda va boyagidek tezlik nazorati maqsadiga erishdikmi?
kombinatsiyali dori berdikmi yoki yakka dori berdikmi, qaysi birida bo'lsa ham biz o'sha nazoratga erishdikmi yoki yo'qmi, shuni baholashimiz lozim. Agarda shu CSS kontrolga erishgan bo'lsak, biz xohlagan darajadagisiga erishgan bo'lsak, unda kuzatuv va qayta tekshiruvlarni IFKR yondashuvi bo'yicha davom ettiring. Yani o'sha ma'lum bir vaqtda qayta baholab turing bemorning simptomlarini, holatini. Agarda biz kerakli darajaga erisha olmagan bo'lsak, bunday bemorlarda tezlik nazorati davosini kuzatuv ostida kuchaytiring. Ya'ni dorilarning dozasini, o'zaro kombinatsiyasini yana ham yuqoriroq kuchaytirish mumkin. Faqatgina vrach nazorati ostida kuchaytirilishi lozim. Ya'ni agarda bemorda bradykardiya tushadigan bo'lsa, vrach tez yordam bera oladigan holatda bo'lishi lozim. Agarda bunda ham yordam bermasa, ya'ni biz dozalarni maksimal kuchaytirdik, maksimal kombinatsiya qildik, lekin bemorda shikoyatlar ketmayapti, CSS tushmayapti. Unda bemorda qilishimiz mumkin pacemaker bilan kombinatsiyada atrioventrikulyar tugun ablatsiyasi uchun baholang. Ya'ni bemorda AV tugunni kuydirib, qorinchaga doimiy VVI rejimda kardiostillator EKS qo'yib qo'yishimiz mumkin. Shunday qilish mumkinmi yoki yo'qmi, baholashingizni tavsiya qilinyapti. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Demak, doimiy bo'lmoqchilar fibrillyatsiyasi bo'yicha boyaga chizma shu yerda tugaydi. U chizmani ichida antikoagulyant bo'yicha davo qamrab olinmagan, antikoagulyant bo'yicha alohida bobda ajratilgan qo'llanmalarda, lekin biz bu videoda doimiy bo'lmoqchilar fibrillyatsiyasi umumiy menejment haqida gapirayotganimiz uchun tromboemboliyaning oldini olish haqida ham qisqacha aytib ketamiz. Lekin antikoagulyant davo bo'yicha xudo xolasa yana alohida videolarimiz bo'ladi. Demak, birinchi tavsiya bo'lmoqchilar fibrillyatsiyasi bor har qanday bemorda chasvani hisoblashimiz kerak. Agar chasva 2 ga teng yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, oral antikoagulyant davo tavsiya etiladi. Bu birinchi darajali tavsiya. Agarda chasva 1 bo'lsa, oral antikoagulyant davo boshlash kerak. Bu ikkinchi A darajali tavsiya hisoblanadi. Antikoagulyant davoni insultning oldini olish maqsadida qo'llash tavsiya etilmaydi. 3-sinf tavsiya, ya'ni buni qo'llash mumkin emas. Yakka antikoagulyant bo'ladimi yoki двойной antikoagulyant bo'ladimi, ya'ni clopidogrel bilan, prasugrel bilan, ticagrelor bilan aspirinning o'zaro kombinatsiyasi bo'ladimi? Bularning birontasi bo'lmoqchilar fibrillyatsiyasida tromboemboliyaning oldini ola olmaydi. Bo'lmoqchilar fibrillyatsiyasida tromboemboliya va insultning oldini olish uchun faqatgina antikoagulyant qo'llanilishi lozim. Shu sababli antikoagulyant davoni insultda oldini olish maqsadida qo'llash tavsiya etilmaydi. Qo'llash mumkin emas. Bu faqatgina asoratlar xavfini oshiradi xolos. Demak, sizlarga bu mavzu bo'yicha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. Bizni kuzatib boring. Ilm olishdan to'xtamang.